Yomon qilding Alisherjon. Ana, kvartiraga tashlagan do'stlarimiz bosim bog'iga o'tasizlar. Bosim bog'iga borsa 20 kishilik ziyofat mehr somsalar tekin omon bosim bog' jamoasi. Ko'pkari dahosi 70 yoshni qarshi olgan. Boytirabomizning Boyterak nomlari bilan Qobil polvon mahkam bu. Yomon qilding Qobiljon. 2024-yil 18-noyabr kuni bo'lib o'tgan boybog'imizda katta ulog'ida Qobil akam 100 million pul hamda 3 xonali uyga tashagan. Shunda biz ham boybog'imizni Boyterak otida tashagansiz. Biz ham va'da berdik bosim bog' jamoasidan 20 kishilik davra qilib beramiz deb. Mana Qobil akam 20 kishi bo'lib kelgan. Xush kelibsiz Qobil aka. Rahmat akajon. Nega aytmoqchi bo'ldingizmi? Yashang, rahmat, rahmat, gap yo'q Alisher. Ishingizga omad. Qobil akam 100 million pul 3 xonali uyga tashladingiz aka. Shuni. Bizda mehr somsani ham yeb ko'ring endi. Bismillah. Rahmat Buni yegandan akajon. keyin aka endi geliklarga tashlaysiz. Gap yo'q. Mana haqiqatan Alisher akam va'dalariga vafo qilib chaqirdilar. Polvonlar, otbozlar bilan kelib somsani yeymiz. Sizlar ham kelinglar, mana somsani yeyinglar kelib. Mana 20 kishi bo'lib kelgan. Boybog'imizga ham juda katta rahmat aytaman. Mana shu 3 kunlik to'yida ham biz yaxshi foyda ko'rdik. Mana to'yning ta'siri bizgacha ham yaxshi bo'ldi. Xudoga shukr qilaman. Boybog'imizning umrlari uzoq bo'lsin. Mana shunday to'ylarni tashkillashtirgani uchun. O'rta Osiyoda tarixiy ko'pkari bo'ldi. U kun umuman esimdan chiqmaydi. Xudoga shukr. Shu ko'pkari tufayli Bosim bog' choyxonasini ham butun O'zbekiston tanidi. Mana bosim bog'ga keldik, hammamiz zakonli shashliklar yedik, samsalar yedik. Baraka topinglar. Mana shu topganlar tutganlar to'ylarga buyursin. Eson-omon o'ynab kulib yaxshilab yuringlar. Hammamizni omadimiz bilan. Rahmat hammalaringga. Omon qilding Qobiljon. Yomon qilding Alisherjon. Gap yo'q akajon, boringizga rahmat. Salomat bo'lasiz.